Keks biskvit ishlab chiqarish uskunamiz 220 ga ishlaydi. Xo'p, hozir ishlatib ham sizlarga hamma jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerga keling-da. Mana bu yerdan qatorini, ya'ni bu yerda 8 ta qator bor. Bu yerdan bo'lsa uzunligiga qolibdi. Shunga moslashsiz bo'ladi va hozirgi bu partiya kelgani Xitoy tilida buyurtma qilganlarning ingliz tili va rus tilida bo'ladi bu LCD displeyga. Hozir bunda 4 tali qolib turibdi. Undan tashqari mana bu yerda 6 tali qolib va 5 tali qolib ham bo'ladi, 3 xil. Tepasini ko'rsat. Biskvit, keks shunga o'xshash shirinliklarni quyib chiqarib beradi. Bu yerga tayyor xamir solinadi yuqori qismiga. Bu yerlar nержавейкаdan bo'lgan. Apparat aytganimiz 220 ga ishlaydi. Ko'pchilik buni misol qimmatroq versiyalari bor. Bu uskunamiz ancha arzon. Oldingilarga nisbatan mana biz o'zimiz ham oldin olib kelganlarimiz ancha qimmat edi va gabariti jihatdan ham katta edi. Bu ixcham, narxi ham oldingi uskunalar teng yarmi. Shuning uchun ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilib, shu keks, biskvit ishlab chiqarish uskunamizni olsalaring bo'ladi yoki username larga murojaat qilib. Bundan bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.